Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Agar siz 1 iyulgacha ariza bermasangiz, ayrim to'lovlardan vaqtincha yoki butunlay mahrum bo'lib qolishingiz mumkin. Bu gap nafaqat nafaqa olayotganlarga, balki subsidiya, kompensatsiya, moddiy yordam, imtiyozli to'lov yoki ijtimoiy yordamga umid qilayotgan har bir oilaga tegishli. Eng xavfli tomoni shundaki, ko'pchilik men oldin olganman, demak yana avtomatik tushaveradi deb o'ylaydi. Lekin amalda hamma to'lov ham avtomatik uzaytirilmaydi. Shuning uchun hozir videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga kim ariza berish kerak, kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi xatolar odamlarni pulsiz qoldiradi va 1 iyulgacha nimalarni tayyorlab qo'yish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni bilmagan odam pulni yo'qotishi mumkin. Avvallari ko'pchilik uchun bitta qulaylik bor edi. Biror nafaqa yoki yordam tayinlansa, odamlar uni ma'lum muddat davomida olardi va keyin yana davom etadimi yoki yo'qmi? Ko'pincha mahalla, tashkilot yoki tegishli idora orqali eslatib turilardi. Odamlar ham agar pul tushmay qolsa, keyin borib so'rayman degan fikrda yurardi. Lekin hozir tizim ancha o'zgargan. Davlat to'lovlari, ijtimoiy yordamlar, kompensatsiyalar va subsidiyalar bo'yicha ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Oilaning daromadi, tarkibi, mol-mulki, rasmiy ish joyi, pensiya yoki nafaqa olishi, hatto ayrim holatlarda avtomobil yoki ko'chmas mulk bor yo'qligi ham hisobga olinadi. Eng asosiy o'zgarish shuki, ko'plab yordamlar ariza asosida ko'rib chiqiladi. Ya'ni siz menga kerak deb murojaat qilmasangiz, tizim sizni alohida izlab yurmaydi. Men buni doim odamlarga tushuntiraman. Huquqingiz bo'lishi boshqa, shu huquqdan foydalanish uchun ariza berishingiz boshqa masala. Sizda to'lov olishga asos bo'lishi mumkin. Lekin ariza bermasangiz pul tayinlanmaydi. Ariza kechiksa, ko'p hollarda pul ham kechikkan oydan boshlab hisoblanadi. O'tgan oylar uchun esa qayta to'lab berilmasligi mumkin. Masalan, bir oila iyun oyida yordamga muhtoj bo'lsa, lekin arizani avgustda topshirsa, ular iyul oyidagi imkoniyatga bo'y berishi mumkin. Biz bilmagandik degan gap esa har doim ham asos bo'lavermaydi. Chunki tizimda muddat bor, hujjat bor, ariza bor. Shu sababli 1 iyulgacha bo'lgan muddat juda muhim. Bu muddatni o'tkazib yuborgan odam keyin nega pul tushmadi deb yursa, javob ko'pincha bitta bo'ladi. Ariza vaqtida berilmagan. Birinchi navbatda bolali oilalar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar oilada voyaga yetmagan farzandlar bo'lsa, ayniqsa daromad past bo'lsa, ota yoki ona doimiy ishda ishlamasa, oilada nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, ijarada yashasa yoki qarzdorlik, davolanish, o'qish xarajatlari ko'p bo'lsa, bunday oilalar o'z holatini tekshirtirib qo'yishi kerak. Men ko'rgan eng ko'p uchraydigan holat shunday. Oila oldin bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olgan, keyin muddati tugagan. Lekin ular avtomatik davom etadi deb kutgan. 1 oy kutadi, 2 oy kutadi, keyin mahallaga boradi. Mahallada esa sizning muddat tugagan, qayta ariza berishingiz kerak edi deyshadi. Oddiy misol keltiraman. Oilada 3 ta bola bor. Ota mavsumiy ish qiladi. Oyga ba'zan 2 million so'm topadi, ba'zan umuman daromad bo'lmaydi. Ona uyda bolalar bilan oldin oilaga ijtimoiy yordam tayinlangan. Agar ular 1 iyulgacha qayta murojaat qilmasa, iyul oyidan keyingi to'lovlar to'xtab qolishi mumkin. Bu oilaning bir oyda olishi mumkin bo'lgan 600 ming, 800 ming yoki 20 million so'm atrofidagi puli yo'qolsa, bu ular uchun oziq-ovqat, maktab kiyimi, dori-darmon yoki kommunal to'lov degani. Katta odam uchun bu mayli keyin olarmizdek tuyulishi mumkin, lekin kam daromadli oila uchun bir oy pul tushmasligi katta muammo. Ikkinchi toifa, pensiya yoshiga yaqinlashganlar yoki pensiya hujjatlarini rasmiylashtirayotganlar. Ba'zilar pensiya masalasida ham yoshim to'lsa o'zi tayinlanadi deb o'ylaydi. Yo'q, ko'p hollarda murojaat, hujjat, mehnat staji, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, arxiv hujjatlar kerak bo'ladi. Agar odam vaqtida murojaat qilmasa, pensiya tayinlanishi kechikadi. Bu yerda ham har bir kun muhim, chunki pensiya odamning asosiy daromad manbai bo'lishi mumkin. Men ko'p marta shunday holatlarni ko'rganman. Odam 60 yoshga to'lgan, lekin hujjatlari to'liq emas. Bir joyda ishlagan davri arxivda ko'rinmaydi, bir korxona yopilgan, mehnat daftarchasida muhri aniq. Natijada pensiya kechikadi. Agar bunday odam oldindan harakat qilganida, kamida 1-2 oy oldin hujjatlarni yig'ib, muammolarni aniqlab olgan bo'lardi. Uchinchi toifa, nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oila a'zolari. Nogironlik pensiyasi, parvarish puli,
kompensatsiya, dori darmon yoki reabilitatsiya bilan bog'liq yordamlar har doim ham bir marta olsam bo'ldi degani emas. Ayrim holatlarda nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tkaziladi. Muddatli belgilanadi yoki hujjatlar yangilanadi. Agar qayta ko'rik tibbiy xulosa yoki ariza kechiksa, to'lov ham to'xtashi mumkin. Masalan, bolaning nogironligi bo'yicha nafaqa olayotgan oila tibbiy hujjatlarini yangilamasa, tizimda asos ko'rinmay qoladi. Keyin oila bola hali ham davolanyapti-ku deydi. To'g'ri, lekin tizimga hujjat kerak. Tizim og'zaki gap bilan pul to'lamaydi. 4-toifa subsidiyaga murojaat qilmoqchi bo'lganlar. Uy-joy subsidiyasi, kommunal xarajat bo'yicha yordam, kredit foizi kompensatsiyasi yoki boshqa maqsadli to'lovlar bo'yicha muddatlar juda muhim. Bunday yordamlar ko'pincha kvota, hudud budjet, ariza navbati va tekshiruv natijasiga bog'liq bo'ladi. Agar arizalar iyulgacha qabul qilinayotgan bo'lsa-yu, siz 2 yilda borsangiz, sizga keyingi bosqichni kuting deyishlari mumkin. Bu esa bir oy emas. Ba'zan bir necha oy kutish degani. Ayrim subsidiya dasturlarda esa pul miqdori cheklangan bo'ladi. Oldin murojaat qilganlar ko'rib chiqiladi, kechikkanlar esa mablag' tugaganidan keyin rad javobi olishi mumkin. 5-toifa. Rasmiy daromadi o'zgargan oilalar. Masalan, oldin er-xotin ishlagan, keyin bir ishdan chiqqan. Yoki aksincha, oilaga yangi daromad qo'shilgan. Yoki oila tarkibi o'zgargan, bola tug'ilgan, kimdir boshqa manzilga ko'chgan. Nikoh tuzilgan yoki ajrim bo'lgan. Bularning hammasi to'lovga ta'sir qiladi. Agar siz o'zgarishni vaqtida bildirmasangiz, 2 xil muammo bo'lishi mumkin. Birinchisi, siz olishingiz mumkin bo'lgan pulni olmaysiz. Ikkinchisi, sizga ortiqcha pul to'lanib qolsa, keyin uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, oilaviy holat o'zgarsa, darhol mas'ul idoraga xabar bering. Endi hamma ham vahima qilishi kerak emas. Agar sizning to'lovingiz qonun bo'yicha avtomatik davom etadigan to'lov bo'lsa, hujjatlaringiz muddatsiz bo'lsa, bazalarda ma'lumotlaringiz to'liq bo'lsa va sizga mas'ul idora tomonidan qo'shimcha ariza talab qilinmagan bo'lsa, siz ortiqcha xavotir qilmasligingiz mumkin. Lekin xavotir olmaslik degani tekshirmaslik degani emas. Men tavsiya qiladigan eng oddiy ish bir marta mahalla pensiya jamg'armasi bo'limi. Ijtimoiy himoya markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali holatingizni tekshirtiring. Agar hammasi joyida bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar kamchilik bo'lsa, 1 yilgacha tuzatishga ulgurasiz. Masalan, pensioner har oy pensiyasini muntazam olayotgan bo'lsa, bank kartasi faol bo'lsa, yashash joyi va shaxsiy ma'lumotlari o'zgarmagan bo'lsa, unga har oy qayta ariza berish shart emas. Lekin pensioner boshqa hududga ko'chsa, bank kartasi yopilsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlari o'zgarsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Shuning uchun men pensionerman, menga tegishli emas deb beparvo bo'lish ham to'g'ri emas. Eng katta nozik jihat shuki, ariza berish bilan pul tayinlanishi bir xil narsa emas. Ba'zilar men ariza topshirdim, demak pul tushadi deb o'ylaydi. Yo'q, arizadan keyin tekshiruv bo'ladi. Oilaning daromadi, tarkibi, yashash sharoiti, mulki, mavjud to'lovlari, hujjatlari solishtiriladi. Agar mezonlarga to'g'ri kelsangiz, to'lov tayinlanadi. Agar mezonlardan oshib ketsangiz yoki hujjatda xato bo'lsa, rad javobi keladi. Shuning uchun ariza topshirgandan keyin uning holatini ham kuzatish kerak. Ikkinchi nozik jihat ro'yxatda turish va real yashash joyi farqi. Ko'p oilalar bir manzilda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Masalan, oila Toshkent viloyatida ro'yxatda, lekin Toshkent shahrida ijarada yashaydi. Yoki kelin kuyov ota-onasining uyida ro'yxatda turadi, lekin alohida yashaydi. Ijtimoiy yordam masalasida bu holat muhim bo'lishi mumkin. Chunki oila tarkibi noto'g'ri ko'rinsa, daromad ham noto'g'ri hisoblanadi. Siz alohida yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin tizimda siz katta oilaning tarkibida ko'rinsangiz, yordam rad etilishi ehtimoli bor. Shuning uchun ariza berishdan oldin ro'yxat, oila tarkibi va yashash manzili masalasini aniqlashtirish kerak. Uchinchi nozik jihat bank kartasi va hisob raqami. To'lov tayinlangan bo'lsa ham, karta bloklangan, muddati tugagan, boshqa bankka o'tilgan yoki hisob raqam noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pul tushmaydi. Odamlar buni ko'pincha menga to'lov to'xtadi deb tushunadi. Aslida esa texnik muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ariza bilan birga bank ma'lumotlarini ham tekshirish kerak. Karta o'zingizning nomingizda bo'lishi, faol bo'lishi, SMS xabarnoma yoki ilova orqali nazorat qilish imkoniyati bo'lishi yaxshi. To'rtinchi nozik jihat
hujjatlardagi kichik xatolar, ID kartadagi ism sharif, tug'ilgan sana, JSHR raqami, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, tibbiy xulosa, mehnat daftarchasi va arxiv ma'lumotlari bir-biriga mos kelishi kerak. Bitta harf xatosi ham arizani ushlab qolishi mumkin. Masalan, bolaning familiyasi tug'ilganlik guvohnomasida boshqacha, onaning hujjatida boshqacha yozilgan bo'lsa, tizim avtomatik bog'lay olmasligi mumkin. Yoki eski pasportdagi ma'lumot ID kartaga o'tganda xato ketgan bo'lsa, to'lov kechikadi. Shuning uchun hujjatlarni shoshilmasdan tekshiring. 5-nozik jihat ortiqcha pul olish xavfi. Ayrim odamlar ariza beray, balki chiqib qolar deb noto'g'ri ma'lumot kiritadi. Daromadni yashiradi, oila tarkibini noto'g'ri ko'rsatadi, mulkini aytmaydi. Bugungi elektron tizimlarda bunday ma'lumotlarning ko'pi baribir aniqlanadi. Agar to'lov noto'g'ri tayinlangan bo'lsa, keyin pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Eng yomoni odam o'zi bilmagan holda qarzdor bo'lib qoladi. Men shuni aniq aytaman, hech qachon yolg'on ma'lumot bermang. Sizga tegishli bo'lsa, qonuniy yo'l bilan oling. Tegishli bo'lmasa, keyin muammo bo'ladigan pulga umid qilmang. 6-nozik shart muddat tugashini kutmaslik. Ko'p odamlar oxirgi kungacha yuradi. O'tim-yun kuni boradi. Navbat katta, tizim ishlamaydi. Hujjat yetishmaydi. Mas'ul xodim qo'shimcha ma'lumot so'raydi. Natijada 1 yilgacha ulgurmaydi. Shuning uchun men aytaman, muddat 1 yil bo'lsa, siz 25 yilgacha ishni bitirishga harakat qiling. Chunki hujjat yetishmasa, tuzatishga vaqt qoladi. Birinchi misol. Gulbahor opa 2 farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Aliment rasmiy undirilmaydi. O'zi tikuvchilik qiladi, daromadi barqaror emas. Oldin moddiy yordam olgan. Keyin muddati tugagan. U mahalla o'zi chaqiradi deb kutgan. Iyulda pul tushmagan, avgustda borgan. Natijada unga qayta ariza berish kerak edi deyilgan. Agar u iyun oyida murojaat qilganida hujjatlari tekshirilardi. Aliment masalasi aniqlashtirilardi. Ehtimol to'lov uzluksiz davom etardi. 1 oy pul tushmagani uchun u bolalarining maktab kiyimini qarzga olishga majbur bo'lgan. Ikkinchi misol. Rustam aka pensiya yoshiga yetgan. Lekin 1990 yillardagi ish staji bo'yicha hujjatlari arxivda to'liq topilmagan. U pensiya yoshiga to'lgandan keyin murojaat qilgan. Arxivdan javob kutish, eski korxona hujjatlarini izlash, ish haqi ma'lumotini tasdiqlash vaqt olgan. Agar u oldindan kamida 1-2 oy avval hujjatlarini tekshirtirganda pensiya tayinlash ancha tez bo'lardi. Bu yerda ham vaqt pul degani. 3-misol. Bir oila uy-joy subsidiyasiga umid qilgan. Rasmiy ishlaydi. Xotin bola parvarishida oilaning daromadi subsidiya mezoniga yaqin. Ular arizani oxirgi kuni topshirgan, lekin hujjatda yashash manzili bilan ro'yxat manzili mos kelmagan. Tuzatish uchun vaqt kerak bo'lgan. Shu orada qabul muddati yopilgan. Natijada keyingi bosqichni kutishga majbur bo'lishgan. Bu faqat qog'ozdagi xato emas. Bu real hayotda oylar davomida ijara to'lash degani. 4-misol. Nogironligi bo'lgan bolani parvarish qilayotgan, ona tibbiy xulosaning muddati tugayotganini bilmagan. To'lov 1 oy to'xtagandan keyin xabar topgan. Qayta ko'rikdan o'tish, hujjatlarni yangilash, ariza topshirish vaqt olgan. Agar u hujjat muddati tugashdan oldin harakat qilganida pulda uzilish bo'lmasdi. Shu sababli har bir hujjatning sanasiga qarash kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qiladigan ishingiz, qaysi to'lov yoki yordamga da'vo qilayotganingizni aniqlang. Bu bolalar nafaqasimi? Moddiy yordammi? Pensiyami? Nogironlik bo'yicha to'lovmi? Subsidiya yoki kompensatsiyami? Avvalo nomini aniq biling. Chunki har bir to'lovning o'z tartibi, hujjat va muddatlari bor. Keyin yashash joyingizdagi mahallaga, ijtimoiy himoya milliy agentligining hududiy bo'limiga, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Qaysi idoraga borish kerakligi to'lov turiga bog'liq. Agar elektron xizmat mavjud bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ham tekshirishingiz mumkin. Lekin internetdan foydalana olmasangiz, uyalmang, borib so'rang. Bu sizning huquqingiz. Hujjatlar bo'yicha eng avvalo ID karta yoki pasport, JSHR, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, oila tarkibi bo'yicha ma'lumot, bank kartasi yoki hisob raqami, daromadga oid ma'lumotlar, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa. Pensiya bo'lsa mehnat staji hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Ijarada yashasangiz, ijara shartnomasi yoki yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumot so'ralishi ehtimoli bor. Har bir hujjatning asl nusxasi va nusxasini tayyorlab qo'ying.
Ariza yozayotganda umumiy gaplar bilan cheklanib qolmang. Yordam kerak deb yozishgan. Holatingizni aniq ko'rsating. Oilada nechta odam bor, nechta bola bor, kim ishlaydi, oylik daromad qancha, qanday xarajatlar bor. Nima sababdan yordamga muhtojsiz? Agar turmush o'rtog'ingiz ishlamasa, sababini yozing. Agar davolanish xarajatlari bo'lsa, tibbiy hujjatni qo'shing. Agar aliment olmasangiz, buni ham ko'rsating. Ariza qanchalik aniq bo'lsa, ko'rib chiqish ham shunchalik to'g'ri bo'ladi. Arizani topshirgandan keyin albatta qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam, kvitansiya yoki xabarnomani saqlab qo'ying. Og'zaki bo'ldi, ketavering degan gapga tayanib qolmang. Ertaga arizangiz topilmasa, sizda dalil bo'lishi kerak. Elektron topshirsangiz, skrinshot oling. Davlat xizmatlari markazi orqali topshirsangiz, hujjat raqamini yozib oling. Mahalla orqali topshirsangiz, kim qabul qilganini va qachon topshirganingizni biling. Agar rad javobi kelsa, darhol tushkunlikka tushmang. Rad javobining sababini so'rang. Daromad oshib ketganmi? Hujjat yetishmaganmi? Oila tarkibi noto'g'ri ko'ringanmi? Mulk bo'yicha ma'lumot sabab bo'lganmi? Aniq bilib oling. Sababni bilmasdan turib qayta ariza berish foydasiz. Masalan, tizim sizni boshqa oila tarkibida ko'rsatayotgan bo'lsa, avval shu xatoni tuzatish kerak. Daromad noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, ish joyidan ma'lumot olib borish kerak. Tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lsa, avval uni yangilash kerak. Eng muhim maslahat, iyulgacha kutmang. Bugun tekshiring. Hozir telefoningizdagi kalendarga eslatma qo'ying. Hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Oilangizda kim to'lov olayotgan bo'lsa, onangiz, otangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz nomidan qanday hujjat kerakligini aniqlang. Ko'p holatda odam o'zi emas, yaqinlari sabab puldan qoladi. Masalan, keksa ota-onaning bank kartasi muddati tugagan bo'ladi. Ular buni bilmaydi. Yoki nogironligi bo'lgan bolaning hujjati yangilanmagan bo'ladi. Shu narsalarni oilaviy tekshirib chiqing. Yana bir muhim jihat, hech kimga pul berib, arizamni chiqarib ber demang. Davlat xizmatlari qonuniy tartibda ko'rsatiladi. Agar sizga kimdir pul bersangiz, nafaqani tezlashtirib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Bunday va'dalar ko'pincha firibgarlik bo'ladi. Sizning huquqingiz bo'lsa hujjat bilan olasiz. Huquqingiz bo'lmasa pul berib ham qonuniy qilib bo'lmaydi. Eng to'g'ri yo'l rasmiy idoraga murojaat qilish, ariza raqamini olish va jarayonni kuzatish. Bugungi gapning mohiyati bitta. 1 iyulgacha ariza, hujjat va ma'lumotlaringizni tekshirmasangiz, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan to'lovdan qolib ketishingiz mumkin. Eng xavfli xato o'zi davom etadi. Mahalla aytadi, keyin borsam ham bo'ladi deb yurish. Hozir tizim ariza, muddati hujjat bilan ishlaydi. Kim vaqtida murojaat qilsa, imkoniyatini saqlab qoladi. Kim kechiksa, pulini yo'qotishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq qaysi to'lovga aloqador ekaningizni tekshiring. Hujjatlaringizni tayyorlang. Arizangizni topshiring va qabul qilinganini tasdiqlovchi ma'lumotni saqlang. Agar savolingiz bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi to'lov bo'yicha murojaat qilmoqchisiz? Sizda qanday muammo bor? Men keyingi videolarda shu savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi.